endi bu uchrashuv terma jamoamizning yangi bosh murabbiyi Fabio Cannavaroning tarixdagi ilk uchrashuvi, ya'ni O'zbekiston milliy terma masalalardan biri va bo'lib ham Fabio Cannavaro kim ekanligini, O'zbekistonda nima qilmoqchi ekanligini muxlislarga alohida tushuntirish shart emas. Ha, u bizni milliy jamoamizning bosh murabbiyi, u biz bilan birga o'zbek bayrog'i ostida termamiz bilan jahon chempionatida ishtirok Fabio Cannavaro'ni bosh murabbiy sifatida va terma jamoamizni o'yinchilarini yana imkoniyatlarini ko'rish, shu va shunga o'xshagan bir qator holatlar bor va eng asosiysi bizga termamiz uchun ko'proq foyda beradigan jihat bu reyting ballar. Dastlabki o'yinni faqat va faqat g'alaba haqida o'ylayapti. Hozirdan jahon chempionatigacha jamoani qurib, ya'ni o'sha o'zining uslublariga qo'shib boyitib borishni reja qilyapti. Shuning uchun bugundan biz hujumkor futbol ko'rishimiz o'zaro kichik qur'ada ishtirok etyapti. Tarkiblarga o'tib ketaveramiz. Odatga muvofiq milliy terma jamoamizdan boshlaymiz. Fayzullayev va markaziy hujumda Eldor Shomurodov 14-raqam ostida harakat qiladi. Eldor Shomurodov jamoamiz sardori, jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro. Void darvozaboni 23-raqamda Suat Al-Husayn. Himoya chizig'i vakillari 2-raqamda Hasan Al-Enazi, 3-Meshal Al-Enazi bor. Hujum chizig'ida 20-raqamda Yusuf Al-Sulaymoniy hozirgina jamoa sardori sifatida bizga namoyish etilgan edi va unda u bilan birga tandemda 21-raqamda Salmon Muhammad. Ne'matov, O'tkir Yusupov jarohatda. Abduvohid Ne'matov bugungi kunda terma jamoaning odatda o'zi barcha murabbiylar tomonidan 2-raqamli darvozabonga qaraladi. Davom ettirish mumkin. Qanot hakami Jim Shomurodov zarba va gol. 1-0 hisob ochilmoqda. O'yindan tashqari holat endi qayd etildi. Oxirigacha kuzatib qo'ydi va Muhammad Qodir Hamroaliyev uzatma, assist himoyachi hujumchiga yetkazib berish zo'r. markaziy himoyachilar mana shu bekorga maqtanaga 3-hududga to'g'ridan-to'g'ri hujum chizig'i vakillariga pas amalga oshirishi juda yaxshi jihat. Bunda qadrga yaqin, hatto bundan ham yuqoriga chiqarish tendensiyasi. Ishqilib tinch bo'lsin Abbos. O'yinga juda ham chanqoq va kurashlardan Abbos ham aynan Shomurodov bilan bitta jamoada va ushbu futbolchini ana shu pallada u biroz jarohat oldi shekilli. Menimcha almashtirsa yaxshi bo'lardi. Almashtiradi, menimcha almashtiradi. Chunki zambil bilan kelishda Abbos zambilsiz chiqaman dedi mana. O'sha agar iloji bo'lsa, mana shu Abbos chiqib bo'lgandan so'ng Mavrid Azbek Turg'unboyev o'rniga maydonga tushadi. 19-raqamda harakat qiladi. Cannavaro bilan gaplashyapti Abbos. Alisher Aripov, Cannavaro, ya'ni Alisher Aripov bu bosh shifokorimiz jamoadagi, Abbos uchalasi. Ko'ch Shomurodov o'ylashga ulgurmadi. To'pni o'ziga bo'ysuntirishga bo'lgan harakat. Akmal tep. Zo'r. Ancha noaniq debdi. Shoshilinch tarzda zarba bergani bilindi. Akmal Mazg'o'yini uzoq tayyorgarliksiz. Badr Al-Rahmon ham yordamga muhtoj. Biroz Abbos og'riq bor, his qilyapti sal. Va e'tibor qilgan bo'lsangiz, ketishyapti. Ular ham o'z harakatlarini siz bizga taqdim etish barobarida terma jamoamiz va uning nufuziga Kuvaytliklarning imkoniyati bo'lyapti. Zarba yo'llandi. Abduvohid Ne'matov to'pni egallab oldi. O'zi aslida bu yerda ofsayd ham bo'lishi mumkin edi. Salmon Muhammad bo'lsa kerak.
Otabek Shukurovdan uzatma. Men tayyorman, qabul qilinglar deya qo'lini ko'taryapti va bir qarab nigohi bilan kimni topdi ekan, himoyachilar yaxshi harakat qilishdi, quvaytliklar va hujumdan chiqa olishyapti. O'zlarining Ballar ham shunday bo'ladi. Hozir Shukurov yana markazda to'pni egallab oldi. O'zing. Shukurov pas. Erkinov, Hojimat, chalg'ituvchi harakatlar. Shomurodov. Wow, nega buncha sekin? Zo'r pas chiqarildi. Zo'r imkoniyat taqdim etildi. Ammo chap oyoqda albatta oxirgi ninaning uchida turib bo'lsa ham to'pni qaytara olganligidan ayni pallada xursand bo'lamiz deyapti. Endi Urugvayning ikkinchi tarkibi deb aytmayman-u, ammo o'sha mashhur futbolchilari, yetakchilari menimcha katta ehtimol bilan bo'lganda biz shunday holatdamiz. Shunday ekan jiddiy qaraverish kerak. Shuning uchun yutib qo'ysak juda zo'r bo'lardi. Lekin asosiy yulduzlarini tashlab keldi. Kurashayotgani yo'q. Abbosning jarohati menimcha yetarli bo'lsa kerak. Jarohatmi, jarohat emas. Yaxshi, chap qanotga pas, zo'r yo'naltirildi hujum. Nasrullayev, Erkinov jarima maydoni atrofida qaytardi. Sherzod Nasrullayev uzatma amalga oshirilyapti yuqoridan himoyachi. Baland sakradi Turg'unboyev. Otabek Shukurov doimgidek qo'lni yuqoriga ko'tardi. Hakamning ruxsati bor. Shukurovdan uzatma yuqorilatib bosh bilan zarba, noaniq yo'nalish oldi. Ulgurarmikan Shomurodov? Yurish Quvaytdan oldinga qarab boryapti. Hamraliyev kutib olmoqchi edi. U peshvoz chiqqan zahotiyoq Hojiakbar zo'r bir tepa usulda Azizni yarim penalti bor u. ofsayd edi. Ketdi. Hojiakbar Alijonov ajoyib uzatma, Shomurodov darvozabon o'ziga xavf soldi. Nazarboyev darvozabonga qaytardi. Ne'matov qo'shib berilgan vaqt yakunlanib bo'lgan. Uning ichida yana 1 daqiqa topishdi. To'xtalish sabab bo'ldi. Bugun hisobda g'alaba qozonganmiz. Eldor Shomurodov hamda Hojimat Erkinov tomonidan kiritilgan gollar bizga birinchi raundda mana shu ustunlikni taqdim etdi. Hozircha mehmonlarda 23-raqamda darvozada Saud Al-Husham, ikkinchi Hasan Alanizi. Hojimat yana zarba ko'ramiz, ichkariga kirib boryapti. Hojimat Erkinov zarba yo'llandi. Salmoniq. Yaxshi, chap qanot uzatma Quvaytning hujumini ko'ramiz. Ichkariga pas Nasrullayev sal saralashayapti. Qolyapti to'p bizda. Qiyinchilik bilan uzoqlashtirmoqchi bo'ldi. Nasrullayev imkoniyat bor. Sherzod Nasrullayevdan zarba. Bunga pas mana bu yerda yaxshi chiqib ketyapti. Hujumchi xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Birga bir chiqib boryapti. Nematovga qoldi va qaytardi Abduvohid. Menimcha yo'q. Anchadan beri bu yerda to'p kutayotgan edi. Unga pas o'ziga to'g'rilab olyapti. Penalti. Himoyachi qo'pol o'ynadi mana shu yerda. Hozirgina maydonga tushgan futbolchi hali to'pga tegishdan ko'ramiz. Xo'p, to'pni to'g'riladi bu yo'lgi futbolchi. Bilardiki Hojimat Erkinov qochib ketayotgan. Bu atayin qilingan harakat. Meni nazarda Shomurodovning penaltisi ko'pchilik esladi va rejissyorlarimiz ham atayin Eldor Shomurodovni bizga namoyish etib berishdi. Darvozabonga qarshi hakam ruxsat berdi. Shukurov zarba yo'lladi, darvozabon egallab olyapti. Endi esa Shukurovda shunday holat bo'lyapti. Hojimat tomonga o'tmadi to'p. Quvayt qarshi hujumga o'tyapti. Bo'sh hudud bor. Tezda Nasrullayev va Davronov ta'qib etib kelyapti. Ashurmatov yordamga kelgan. Qo'shildi pas Turg'unboyev. Ofsayd bor edi. Ofsayd turgan edi. Ichkariga kirib boryapti O'runov. Pas Nasrullayevga qoldirdi. Nasrullayev esa qaytimini amalga oshirmoqchi edi. Fabio Cannavaro debyuti g'alaba bilan boshlanyapti. Bardavom bo'lsin, davomiy bo'lsin. Jahon chempionati bahslarida ham mana shu